Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasi kimga qanday oshiriladi? Kimning pensiyasida o'zgarish bo'ladi? Kim esa bekorga xavotir olmasligi kerak? Bu mavzu faqat pensiyalarga emas, ularning farzandlariga, yaqinlariga, hozir ishlayotgan va kelajakda pensiyaga chiqadigan fuqarolarga ham bevosita tegishli. Chunki pensiya miqdori qanday hisoblanishini bilmasangiz, o'zingizga tegishli pulni vaqtida talab qila olmaysiz. Men bugun sizga oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Qayta hisoblash nimani anglatadi? Hammaning pensiyasi bir xil o'shadimi? Ishlayotgan pensionerlar nima qilishi kerak? Ish staji, ish haqi, nafaqa turi hujjatlar bu jarayonda qanday rol o'ynaydi? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng ko'p xatolar aynan hujjat topshirish, ariza yozish va o'zgarishni kutish muddatlarida bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka vaqtida yetib bormaydi. Avvalo, pensiyani qayta hisoblash deganda nimani tushunamiz? Ko'pchilik buni oddiy pensiya oshishi, ya'ni hammaning pensiyasiga bir xil foiz qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida esa bu har doim ham shunday emas. Pensiya oshirilishi deganda davlat tomonidan belgilangan umumiy indeksatsiya, minimal miqdorlarning oshishi yoki bazaviy hisoblash ko'rsatkichlari o'zgarishi nazarda tutilishi mumkin. Pensiyani qayta hisoblash esa aniq bir fuqaroning pensiya ishini qayta ko'rib chiqish, uning ish staji, ish haqi, qo'shimcha hujjatlari, ishlagan davri yoki oilaviy holatidagi o'zgarishlar asosida pensiya miqdorini yangidan aniqlash demakdir. Oldin qanday edi? Avval ko'p holatda fuqaro pensiyaga chiqqan paytda qanday hujjatlar taqdim qilgan bo'lsa, pensiyasi o'sha hujjatlar asosida belgilanardi. Keyinroq fuqaro eski ish joyidan ma'lumotnoma topsa, arxivdan qo'shimcha ish staji chiqsa, yuqoriroq ish haqi bo'yicha hujjat topilsa yoki pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etsa, pensiyani qayta hisoblash uchun alohida murojaat qilish kerak bo'lardi. Lekin odamlar bu huquqini ko'pincha bilmas edi. Natijada ayrim pensionerlar yillar davomida aslida olishlari mumkin bo'lgan miqdordan kamroq pensiya olib kelgan. Endi 1 avgustdan qayta hisoblash masalasida e'tibor kuchaygan nimani bildiradi? Bu sanadan boshlab ayrim toifadagi pensionerlarning pensiya ishlari qayta ko'rib chiqilishi, yangi ma'lumotlar asosida hisob-kitob qilinishi yoki oldin hisobga olinmagan omillar qo'shilishi mumkin. Lekin men bu yerda bitta muhim narsani alohida aytaman. Har bir pensionerning pensiyasi avtomatik ravishda katta summaga oshadi degan xulosa qilish noto'g'ri. Kimning hujjatlarida asos bo'lsa, kimning ish staji yoki ish haqi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlari bo'lsa, kim qonunda belgilangan shartlarga tutsa, o'sha odamning pensiyasi qayta hisoblanadi. Endi kimlar e'tibor berish kerak, kimlar xavotirlanmasligi mumkin? Buni birma-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiyaga chiqqandan keyin ham rasmiy ishlashda davom etgan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Masalan, erkak kishi 6 yoshida pensiyaga chiqdi, lekin maktabda qorovul, korxonada mutaxassis, haydovchi yoki hisobchi bo'lib yana 2 yil ishladi. Agar bu davrda u uchun rasmiy ravishda soliq va ijtimoiy to'lovlar yuritilgan bo'lsa, bu davr pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shunchaki og'zaki ishlagan, kelib ketib turdim, qo'lda oylik oldim degan holatlar esa hujjatsiz isbotlanmaydi. Ikkinchi toifa pensiyaga chiqqanda barcha ish staji hujjatlarini topshira olmaganlar. Masalan, ayol kishi 1995 yildan 1994 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan, lekin pensiyaga chiqayotgan vaqtda zavod yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, ammo ayrim yillar bo'yicha maosh ma'lumotnomasi topilmagan. Keyin arxivdan hujjat chiqdi. Mana shunday holatda pensiyani qayta hisoblash uchun asos paydo bo'ladi. Chunki pensiya faqat yoshga qarab emas, ish staji va ish haqi asosida ham belgilanadi. Hujjat topilgan bo'lsa, uni yashirib o'tirmaslik kerak. Pensiya jamg'armasi bo'limiga olib borish lozim. Uchinchi toifa, ish haqi noto'g'ri yoki past ko'rsatkich bilan hisoblangan pensionerlar. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Odam 30 yil ishlagan, lekin pensiya tayinlanayotganda faqat oxirgi past maoshli davr hisobga olingan. Vaholanki, avvalgi yillarda u yuqoriroq lavozimda ishlagan, katta maosh olgan, mukofotlar bo'lgan. Agar qonunda ruxsat berilgan tartibda yuqoriroq ish haqi davrini tanlash imkoniyati bo'lsa va hujjatlar bilan tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu yerda oddiy qoida bor. Hujjat bo'lmasa og'zaki gap hisobga olinmaydi. Hujjat bo'lsa, uni ko'rib chiqishlari shart. Endi raqamli misollar bilan tushuntiraman.
Masalan, bir pensionerning hozirgi pensiyasi 20 milyon 200 ming so'm bo'lsin. U pensiyaga chiqqan paytda 27 yil ish staji hisoblangan. Keyin arxivdan yana 5 yil ish staji topildi. Natijada umumiy staj 42 yil bo'ldi. Bu holatda pensiya qayta hisoblanganda qo'shimcha staj pensiya miqdori ta'sir qilishi mumkin, albatta. Aniq qancha qo'shilishi har bir fuqaroning ish haqi, staj tuzilishi va pensiya turi bo'yicha alohida hisoblanadi. Lekin umumiy mantiq shunday: ilgari hisobga olinmagan rasmiy mehnat davri qo'shilsa, pensiya miqdori o'zgarish ehtimoli bor. Yana bir misol. Ayol kishi 55 yoshda yoshga doir pensiyaga chiqqan. Pensiya tayinlanganida uning 22 yil staji hisobga olingan. Keyin u yana 30 yil rasmiy ishlagan. Bu davr ish beruvchi tomonidan tegishli tartibda qayd etilgan. U pensiya jamg'armasiga murojaat qilsa, ushbu yangi ishlagan davri hisobga olinishi mumkin. Natijada uning pensiyasi o'z miqdorida bo'lsa ham o'shishi ehtimoli bor. Ba'zan odamlar atiga exir ming yoki katta ming so'm qo'shilar ekan, shunga ovora bo'lamanmi deyishadi. Men ekspert sifatida aytaman, har oy katta ming so'm, bir yilda 9-6 ming so'm bo'ladi. Pensiya doimiy to'lov. Shu sababli kichik ko'ringan farq ham uzoq muddatda katta ahamiyatga ega. Yana bir vaziyatni olaylik. Pensioner erkak 40 yil ishlagan, lekin mehnat daftarchasida ayrim yozuvlar noaniq bo'lgan. Masalan, ishga qabul qilingan sana bor. Lekin bo'shagan sanasiz, tushunarsiz yozilgan yoki muhr aniq ko'rinmaydi. Pensiya tayinlanayotganda ushbu davr to'liq hisobga olinmagan. Keyinchalik arxivdan buyruq nusxasi topilgan. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, lavozim va davr ko'rsatilgan. Mana shu hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqish mumkin. Bu yerda odamning aybi yo'q. Ko'p korxonalar yopilgan, arxivlar ko'chgan, eski hujjatlar tartibsiz saqlangan. Lekin fuqaro o'z huquqini talab qilishi kerak. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlaringiz elektron bazada bo'lsa, ish stajingiz to'liq hisoblangan bo'lsa, pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlamagan bo'lsangiz va yangi hujjat topilmagan bo'lsa, sizda qayta hisoblash uchun alohida asos bo'lmasligi mumkin. Bu degani sizga umuman oshish bo'lmaydi degani emas. Agar davlat umumiy oshirish yoki indeksatsiya belgilasa, u boshqa masala. Lekin aynan qayta hisoblash deganda shaxsiy pensiya ishiga taalluqli sabab kerak bo'ladi. Nogironlik pensiyasi olayotganlar ham e'tiborli bo'lishi kerak. Nogironlik guruhi o'zgarsa, mehnat qobiliyatiga oid xulosa yangilansa, ish staji yoki o'rtacha ish haqi bo'yicha yangi hujjatlar taqdim etilsa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, fuqaro oldin 3-guruh nogironlik pensiyasi olgan, keyin tibbiy mehnat ekspert komissiyasi 2-guruhni belgilagan. Bunday holatda to'lov turi va miqdori o'zgarishi mumkin. Lekin bunday o'zgarish faqat og'zaki xabar bilan emas. Rasmiy tibbiy xulosa va tegishli hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha ham nozik jihatlar bor. Agar oilada voyaga yetmagan farzandlar bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotgan farzand bo'lsa yoki oilaning pensiya olish huquqiga ega a'zolari soni o'zgarsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Bir oila boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa va avval 2 nafar bola hisobga olingan bo'lsa, keyin ulardan biri 12 yoshga to'lsa yoki o'qishni tugatsa, to'lov miqdori o'zgarishi mumkin. Aksincha, agar kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma taqdim etilsa, ayrim holatlarda pensiya olish huquqi davom etadi. Endi istisnolar, xatolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi muhim noziklik: pensiya qayta hisoblanishi uchun har doim ham avtomatik tizim yetarli bo'lmaydi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazalarda bor, ayrimlari esa eski arxivlarda, qog'oz hujjatlarda, sobiq korxonalarning hujjatlarida bo'ladi. Shuning uchun davlat o'zi biladi, o'zi hisoblaydi deb kutib o'tirish to'g'ri emas. Ayniqsa Sovet davrida yoki 1990 yillar boshida ishlagan odamlar arxiv hujjatlarini tekshirtirib ko'rishi kerak. Ikkinchi noziklik: hamma ish staji ham bir xil tartibda hisoblanmaydi. Rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlagan davr, harbiy xizmat, ayrim hollarda bola parvarishi davri, o'qish yoki boshqa ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar qonunchilikdagi tartibga qarab turlicha baholanadi. Men bu yerda aniq aytaman, har bir davrni alohida tekshirtirish kerak. Masalan, odam men 35 yil ishlaganman deydi. Lekin hujjatlarda 29 yil chiqadi. Sababi ba'zi davrlarda u norasmiy ishlagan, ba'zi joylarda buyruq rasmiylashtirilmagan, ba'zi illarda ish haqi bo'yicha ma'lumot yo'q. Pensiya organi esa faqat tasdiqlangan davrni hisobga oladi.
Uchinchi noziklik. Ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma sifatli bo'lishi kerak. Unda korxona nomi, davr, lavozim, oylar bo'yicha ish haqi, rahbar va mas'ul shaxs imzosi, muhr yoki arxiv tasdig'i bo'lishi kerak. Ayrim fuqarolar eski tanishidan oddiy qog'oz olib keladi. Unda falonchi bizda ishlagan deb yozilgan bo'ladi. Bunday hujjat yetarli bo'lmasligi mumkin. Agar hujjat arxivdan olingan bo'lsa, arxiv rekvizitlari, asos bo'lgan fond, ro'yxat, ish raqami kabi ma'lumotlar ko'rsatilishi kerak. Shunda uni tekshirish osonroq bo'ladi. 4-noziklik. Pensiya oshishi orqaga qaytarib to'lanadimi yoki murojaat qilingan kundan boshlabmi degan savol. Bu juda muhim. Ba'zi holatlarda qayta hisoblash ariza berilgan kundan yoki keyingi oydan boshlab qo'llanadi. Ba'zi holatlarda esa xatolik pensiya organi tomonidan yo'l qo'yilgan bo'lsa yoki hujjatlar oldin ham mavjud bo'lgan bo'lsa, muddat masalasi boshqacha ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun arizani kechiktirmaslik kerak. Siz bugun murojaat qilsangiz, huquqingiz bugundan boshlab himoyalanadi. 1 yil kutib yursangiz, ayrim to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkin. 5-noziklik. Ishlayotgan pensionerlar pensiyasi bo'yicha har doim ham ishladim, demak ko'p o'sha degan qo'yida ishlamaydi. Rasmiy ish davri to'langan badallar, ish haqi miqdori va qonunda belgilangan hisoblash tartibi muhim. Masalan, pensioner oyga 20 million so'm maosh bilan yarim stavka ishlagan bo'lsa, boshqa pensioner oyga 5 million so'm maosh bilan to'liq stavka ishlagan bo'lsa, ularning qayta hisoblash natijasi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Bundan tashqari, pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan eng yuqori va eng past chegaralar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun aniq hisob kitobni faqat shaxsiy pensiya ishi asosida bilish mumkin. 6-noziklik. Minimal pensiya yoki minimal nafaqa oladiganlar. Ayrim fuqarolar ish staji yetarli bo'lmagani uchun pensiya emas, nafaqa yoki minimal miqdordagi to'lov oladi. Ular qayta hisoblash bo'lsa, menga ham ish staji qo'shiladimi deb so'rashadi. Agar yangi hujjat topilsa va u odamning pensiya olish shartlariga ta'sir qilsa, albatta tekshirtirish kerak. Masalan, oldin staj 6 yil deb hisoblangan, keyin yana 4 yil rasmiy ish staji topildi. Bu umumiy huquqiy holatni o'zgartirishi mumkin. Lekin hech qanday yangi hujjat bo'lmasa, faqat yangilik eshitgani uchun to'lov avtomatik katta summaga aylanib qolmaydi. 7-noziklik. Familiya, ism, tug'ilgan sana yoki hujjatlardagi xatolar. Ayollar turmush qurgandan keyin familiyasini o'zgartirgan bo'lishi mumkin. Eski mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya. Arxiv ma'lumotnomasida esa imlo xatosi bo'lishi mumkin. Masalan, Karimova o'rniga Karmova yozilgan yoki tug'ilgan yil 1979 o'rniga 1978 ko'rsatilgan. Bunday xatolar tufayli ish staji hisobga olinmay qolishi mumkin. Buni tuzatish uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, sud tartibida faktni belgilash yoki arxivdan aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 8-noziklik. Odam vafot etgan bo'lsa, uning pensiya ishidagi ma'lumotlar oilasiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi tayinlanayotganda marhumning ish staji va ish haqqi muhim bo'ladi. Agar marhumning oldingi yillarda yuqori maosh olgani yoki qo'shimcha staji borligi keyin aniqlansa, oilaning to'lovi qayta ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Bu ayniqsa farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari uchun muhim. 9-noziklik. Rasmiy javob talab qilish. Ko'p odamlar pensiya jamg'armasiga boradi, navbatda turadi, og'zaki so'raydi. Xodim sizga tegishli emas desa, qaytib ketadi. Men bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar sizda hujjat bo'lsa, ariza bilan topshiring va ro'yxatdan o'tkazing. Javobni yozma shaklda oling. Yozma javob bo'lsa, keyin yuqori tashkilotga murojaat qilish, xatoni ko'rsatish yoki sudga murojaat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'zingizning pensiya hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, harbiy xizmat hujjatlari, nikoh yoki familiya o'zgarishi haqidagi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik bo'yicha zarur hujjatlar bor yo'qligini tekshiring. Hamma narsani bitta papkaga joylang. Asl nusxalarni alohida saqlang. Ikkinchi qadam, qaysi davrlar hisobga olinmaganini aniqlang. Mehnat daftarchangizni ochib, har bir ish joyini yillar bo'yicha yozib chiqing. Masalan, 1979 yildan 1994 yilgacha kolxoz, 1994 yildan 1990 yilgacha zavod,
1992 yildan 1992 yilgacha xususiy korxona, 2000 yildan 2010 yilgacha maktab. Keyin pensiya tayinlanganda qaysi davrlar hisobga olinganini pensiya jamg'armasidan so'rang. Agar siz 32 yil ishlaganman deb hisoblasangiz, pensiya ishida 25 yil ko'rsatilgan bo'lsa, demak 7 yil bo'yicha savol bor. Ana shu savolni hujjat bilan hal qilish kerak. 3-qadam arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga, ba'zan idoraviy arxivga so'rov beriladi. So'rovda aniq yozish kerak. Qaysi korxonada, qaysi yillarda, qaysi lavozimda ishlagansiz, sizga ish staji va ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma kerak. Agar lavozimni eslay olmasangiz, taxminiy bo'lsa ham yozing. Eski hujjatlarda korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avvalgi nomini ham, keyingi nomini ham ko'rsatish foydali. 4-qadam, pensiya jamg'armasiga yozma ariza bering. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni taqdim etilayotgan qo'shimcha hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Keyin ilova qilinayotgan hujjatlarni sanab o'ting. Mehnat daftarchasi nusxasi, arx ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat va hokazo. Arizaning bir nusxasiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. Bu juda muhim, chunki keyin murojaat muddati bo'yicha bahs chiqsa, sizda dalil bo'ladi. 5-qadam. Hisob-kitob natijasini tushuntirib berishni so'rang. Faqat oshdi yoki oshmadi degan javob bilan cheklanib qolmang. Qaysi staj hisobga olindi, qaysi ish haqi davri olindi, qaysi hujjat rad etildi, nima sababdan rad etildi. Bularni bilishga haqlisiz. Agar rad javobi berilsa, unda asos ko'rsatilishi kerak. Masalan, hujjatda muhr yo'q, arxiv tasdig'i yetarli emas, davr boshqa hujjat bilan mos kelmaydi yoki qonunchilik bo'yicha ushbu davr hisobga olinmaydi. Sababni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri tanlaysiz. 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qiling. Bunda hissiyot bilan emas, hujjat bilan gapirish kerak. Menga kam hisoblashdi deb yozishning o'zi yetarli emas. Qaysi davr hisobga olinmagan, qaysi hujjat e'tibordan chetda qolgan, qaysi javob bilan rozi emassiz, barchasini aniq yozing. Kerak bo'lsa yuridik maslahat oling. Ayrim hollarda mehnat stajini sud orqali tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bu murakkab ko'rinishi mumkin, lekin agar gap doimiy pensiya to'lovi haqida ketadigan bo'lsa, bunga jiddiy qarash kerak. Farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar hujjat yig'ish, ariza yozish, elektron navbat olish, portal orqali murojaat yuborishda qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz, buyingiz yoki bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning hujjatlarini bir ko'rib chiqing. Sizning hamma stajingiz hisobga olinganmi? Pensiyaga chiqqandan keyin ishlaganmisiz? Eski ish joyingizdan hujjat bormi deb so'rang. Ba'zan bitta arxiv ma'lumotnomasi o'ylaning oylik daromadini sezilarli yaxshilashi mumkin. Men yana bir muhim maslahat beraman. Ijtimoiy tarmoqlardagi har xil hammaning pensiyasi falon so'mga oshadi. Ariza bermasangiz pulingiz kuyadi. Faqat bugun topshiring degan vahimali xabarlarga ko'r-ko'rina ishonmang. Har bir yangilikni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya masalasida eng ishonchli yo'l. Pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilish, rasmiy sayt va davlat xizmatlari orqali ma'lumot olish, yozma javob talab qilish. Vahima emas, hujjat va aniq hisob-kitob natija beradi. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz, bugunoq 3 narsani tekshiring. Birinchisi, umumiy ish stajingiz to'liq hisoblanganmi? Ikkinchisi, pensiya hisobida olingan ish haqi davri siz uchun eng maqbul davrmi? Pensiyaga chiqqandan keyin rasmiy ishlagan davringiz hisobga olinganmi? Mana shu 3 savolga javob topsangiz, siz o'zingizning holatingizni ancha yaxshi tushunasiz. Demak, ilk avgustdan pensiyalarni qayta hisoblash masalasida eng muhim xulosa shuki, bu jarayon hammaga bir xil avtomatik katta oshirish degani emas. Kimda qo'shimcha ish staji, yuqori ish haqi bo'yicha hujjat, pensiyaga chiqqandan keyingi rasmiy ish davri, nogironlik guruhi yoki oilaviy holat bo'yicha o'zgarish bo'lsa, o'sha odam albatta tekshirtirish kerak. Kimning hujjatlari to'liq, yangi asos yo'q bo'lsa, u umumiy oshirishlardan tashqari alohida qayta hisoblash kutmasligi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Hujjatlaringizni yig'ing, arxivlarni tekshiring. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling va natijani tushuntirib berishni talab qiling. Pensiya bu sadaqa emas, bu sizning yillar davomida qilgan mehnatingiz evaziga qonuniy huquqingizdir. Shu huquqni bilish, talab qilish va hujjat bilan himoya qilish kerak. Sizningcha pensiyalarni qayta hisoblashda eng katta muammo nima? Hujjat topishmi? Hisob-kitobni tushunmaslikmi
yoki idoralarda aniq javob ola olmaslikmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir pensiyasi to'g'ri hisoblanishiga yordam berishi mumkin.